uni ismini Kazyol deb aytgan edi. Hoy, kim bor? Uyda birov bormi? Bu yerda nimangni yitirding? Qani yo'qol bu yerdan. Hozir eshikni ochsam yomon bo'ladi. Hoy, o'zingmi? Bir daqiqa. Otajon? Kichkintoy? Men sen o'lgansan deb Salom o'ylayman. kichkintoy. Yo'q, menga olov o'tmaydigan damlama ichgan edim. Olov o'tmaydigan damlama deysizmi? Yeb bo'lasiz, tushmaguray. Siz buni qayerdan taniysizlar? Jumaboy, buning tarixi juda ham uzun. Biz oldindan tanishmiz. Buning uchun oldingi qismlarni ko'ring. Xo'sh, kichkintoy, bizga aytishdiki, senga kerakli ma'lumotlar bor ekan, bu o'yindan osongina biz o'tishimiz uchun. Qo'ysangizchi otajon, qani men bilan yuring. Xo'sh, qani gapirchi? Otajon, sizlar uning uchun olovli novda va krayning marvaridlarini topishingiz kerak bo'ladi. Enderning marvaratlari va novdalar, ularni qayerdan olamiz? U juda ham qo'rqinchli bo'shliq qasrida joylashgan. Demak, ular qasrning tagida joylashgan. Undan keyin biz portalni ochib olamiz, to'g'rimi? Xo'sh, kichkintoy, sen uni